Aziz aka, bilasiz, men HR bo'lib ishlayman. Men ishlayotgan kompaniyada biznes egasi mendan nimadir kutayotgandek tuyuladi. Sizda ham shunaqa holat bo'lganmi? Elon Musk o'z HRdan nima kutishini bilasizmi? Misol uchun Tesla kompaniyasi HR jamoasi xodimlarning samaradorligini oshirish uchun doimiy tahlillar olib boradi. Elon Musk HRdan faqatgina ishga olish, qabul qilish emas, balki xodimlarning samaradorligini oshirish bo'yicha aniq natijalarni talab qiladi. Teslada xodimlar ish samaradorligini oshirish uchun KPI va real vaqt monitoring tizimlari joriy qilingan. Bu nimadan darak beradi? Tesla kompaniyasi HR strategiyasi nafaqat odamlarni ishga olish, balki ularni rivojlantirishga ham qaratilganini bildiradi. Biznes egalari HRdan nima kutadi degan savolingizga birinchi o'rinda samaradorlikni oshirish. HR faqatgina ishga olish, kadrlar bilan ishlash emas, balki xodimlarni ishlab chiqarish quvvatini oshirish ustida ishlash kerak. Ikkinchisi, to'g'ri odamlarni tanlash, o'sha strategiyaga mos kelgan xodimlarni yollashi kerak bo'ladi. Uchinchi, xarajatlarni optimallashtirish. To'rtinchi, kuchli korporativ madaniyat yaratish. Keyingisi, raqobatbardosh strategiyalarni ishlab chiqish. HR bozor tendensiyasidan kelib chiqib, kompaniyaning HR strategiyalarini shunga mos ravishda rivojlanishini va uni tashkil qilishini kutadi. Sizningcha biznes egalari HRdan yana nima kutadi?